Namangan viloyatida bog' va tokzorlar qator oralaridan samarali foydalanish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirish va bozorlardagi narx-navo barqarorligiga erishish maqsadida tegishli chora-tadbirlar olib borilmoqda. To'raqo'rg'on tumanida bu boradagi ishlar ko'lamini oshirishga qaratilgan amaliy seminar o'tkazildi. Hozir shu haqda. Yer daromad manbai, undan oqilona foydalanish esa ustuvor vazifa. To'raqo'rg'onlik dehqon va fermer xo'jaliklari tomonidan mavjud yer maydonlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni ko'paytirishga alohida e'tibor bilan yondashilmoqda. Uning har qarashidan foyda olish, ayniqsa eksportbop ekinlar ekish o'z samarasini beryapti. Agar raqamlarga e'tibor qaratsak, birgina 2024-yilda To'raqo'rg'on tumanida fermer va dehqonlar tomonidan 181 tonna uzum, 174 tonna meva va rezavor ekinlar yetishtirildi. 10 ga yaqin davlatlarga eksport qilindi. Bu o'z navbatida oziq-ovqat xavfsizligi hamda mahsulot yetishtiruvchilarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Fayzabod mahallasi hududidagi fermer xo'jaligida tashkil etilgan seminarda ayni borada so'z bordi. Bog' qator oralariga dukakli va boshqa turdagi ekinlarni ekish hamda tomchilatib sug'orish tizimini joriy etish kabi masalalar bo'yicha fermerlarga tushuntirish berildi. 2025-yilning bahorida tumandagi 1075 gektar bog' qator oralariga 920 gektar sabzavot, 17 gektar poliz, 120 gektariga kartoshka ekinlari ekilishi ta'minlandi. Tumanda asosan bog'dorchilik, uzumchilikka ixtisoslashgan bayda asosiy drayverimiz Qulpinay bo'lganligi uchun o'sha eksport bob navlarni ekib, hozir o'zi mahalliy bozorlarimizga hozir chiqarildi. Eksportga ham yo'naltirish yo'lga qo'yilgan. Prezidentimizning topshiriqlariga asosan mana yerdan samarali foydalanish bo'yicha qarorlar qabul qilingan bo'lib, ushbu qarorlarning ijrosini ta'minlash bo'yicha tuman hokimligi hamda tuman fermerlar kengashi tomonidan yetarli tavsiyalar berib kelinmoqda. Hamda agronomlar biriktirilgan bo'lib, agrotexnik tadbirlarni to'g'ri olib borish bo'yicha o'z tavsiyalarini berib kelishmoqda. Eksportbop mahsulotlarni tanlab olish bo'yicha hozir Qulpinayda Charlie degan navimiz bor. Ezilmaydi, uzoqroqqa yaxshi yetib boradi. Shuning uchun Charlie navini biz eksportga deb tanlab olingan tumanda. Qolgan navlarimiz, misol gilos bor bog'larda, qo'shni davlatlarga, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlariga ham eksport qilinmoqda. Uzumlarimiz, kishmish degan uzumimiz bor, mana shu o'zimiz hududimizda o'sha davlatlarga u eksport qilib kelinmoqda. Misol uchun Lutfullohxon, Davudxon, Nabixon fermer xo'jaligi bog' va tokzorlar oralaridan samarali foydalanishda namuna bo'la oladi. Sababi bu yerda bo'sh joyning o'zi yo'q. Yerning har qarachi hisobga olinib, eksportbop mahsulotlar yetishtirilmoqda. Ushbu xo'jalikda 4 gektardan ziyod joyda qulpinoy, kartoshka, sarimsoq, piyoz, shaftoli, gilos, bodom, terak ko'chatlari agrotexnik tadbirlar asosida parvarishlanyapti. Ahamiyatlisi fermer gektaridan 50-60 million daromad oladi. Mavsumda buni yanada oshirish maqsad qilingan. Yerim 4 gektari 3 sotik. Asosan kishmish, keyin Husayni eksportbop mahsulotlari yetishtiramiz. Qulpinoy, kartoshka, tok oralariga ekilyapti. Bir qaracha Xudoga shukr, bo'sh yer qoldirilmay mehnat qilinyapti. Mehnat samarasi bo'lyapti. 1 gektar joydan misol 50 million, 60 million daromad qilsa bo'ladi. O'tgan eksportbop uzum ekdik. Misol gektaridan 2 tonna, 3 tonna oldik-da, endi bizga yangi hosil asosan tok oralaridan foyda qilyapti-da. Seminarda mavjud ekin maydonlaridan unumli foydalanish, yerdan yil davomida bir necha marotaba hosil olish, har bir ekinning biologiyasini bilish, shuningdek bog' va tokzorlar oralarida eksportbop ekinlar yetishtirish yuzasidan tavsiyalar berildi. Bu kabi amaliy seminarlar viloyatimizning barcha hududlarida davom etmoqda.